Futbol tarixidagi eng mashhur va kambeklarga boy jamoalardan biri bu albatta Real Madrid hisoblanadi va Real endi Bavariya tomon qo'shin yo'llaydi va Allianz Arenada Bavariya bilan bahs olib boradi. Bavariya esa Realni mehmon qiladi. Qani ko'ramiz ushbu o'yinda qaysi jamoa g'alaba qozonadi. Men taxmin qilamanki, Bavariya endi himoyaviyroq bo'lsa-da o'yin ko'rsatib durang uchun harakat qiladi. Real Madrid esa comeback va remontada uchun bor kuchi bilan harakat qiladi va hujumlar yomg'irini yog'dirishi kutilmoqda. Aynan mana shu juftlikdan qaysi jamoa yarim finalga o'ta olsa, o'sha jamoa ko'p ehtimol Yevropa Chempionlar Ligasida kubokni boshi uzra baland ko'tarishi mumkin. Ammo bu narsa juda ham qiyin, chunki hozirda hamma jamoaning formasi juda ham optimal va hammasi deyarli chempionlik uchun bahs olib bormoqda. Sportingdan tashqari Albatta bu meni shaxsiy fikrlarim, ammo Chempionlar Ligasida Bavariya, Barselona, Atletico Madrid, Liverpool, PSG, Sporting, Arsenal kabi klublar bor ekan, bu mavsumda Chempionlar Ligasi yonmasdan qolmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ushbu mavsumda Chempionlar Ligasi kubogini qaysi jamoa boshi uzra baland ko'taradi? Fikrlaringizni izohlar yozib qoldiring va bizga obuna bo'ling. Chunki ushbu kanalda futbol dunyosi hamda dunyo futbolidagi eng so'nggi xabar va yangiliklar yoritilib boriladi. Xayr-sog', salomat bo'ling.